qishda g'amini hozir deganda umuman limit, payment, shampamsiz ham uyda zo'r yoritsa bo'ladi. Uyda tashlab olishga tayyor bo'lgan kalonka hamda bitta lampochka bilan ko'rib turganlaringizdek simni yaxshilab obmotga qilib aylantirib olamiz. Buni aylantirib olganimizdan keyin o'rtasidan bo'lib, buni patronni orqasiga payat qilib olamiz. Plus minus qilib ular olganimizdan keyin patronni bitta kardonga yaxshilab qotiramiz. Qotirganimizdan keyin endi o'sha tashlab olishga tayyor bo'lgan kalonkani, mana shunaqa magniti bor, mana shunaqa kalonkachani olib, buni ko'rib turganlaringda plus minus joyiga yaxshilab payat qilib olamiz. Patrondan chiqqan simni endi yana bitta simni olib, mashinaning svichasi bo'ladi. Shu svichasiga yaxshilab mahkamlab olamiz. Buni ham payat qilganimizdan keyin, mana ko'rib turganlaringda orqasidagi magnit bor sabab shu svicha bunga yopishadi. Endi bu kardonni bitta joyga qo'yasizlar. Qo'yganlaringdan keyin yuz lampochka olib bitta qatirsalar, Eureka, ya'ni umuman limit paymentsiz chiroq. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmanglar.